bugun qizim yuzasidan Turkiya davlatiga uchib keldik. Ota-ona sifatida qizimiz 28-dekabr kuni Turkiya davlatiga uchib kelgan, ishlash maqsadida Istanbul shahriga uchib kelgan. Biz u bilan juda yaxshi munosabatda gaplashib turganmiz. Oxirgi marta 23-yanvar kuni gaplashganmiz. Shundan beri umuman qizimiz bilan aloqa yo'q. Uzilib qoldi aloqamiz. Shunga biz Turkiya davlatiga uchib keldik. Tashqi ishlar vazirligiga ham xabar berdik. O'zimiz Turkiya davlatiga uchib keldik. Shu qizimiz haqida biror narsani bilarmikinmiz deb uchib keldik. Iltimos, hamyurtlar, vatandoshlar, qardoshlar hammaga eshitgan, bilgan, ko'rgan meni qizim haqida qanaqa ma'lumotga ega bo'lsangiz, bizga yetkazing, bizga qanaqa og'irligini his qilinglar, bizga yetkazishga harakat qilinglar, bizga yordam beringlar.